Alloh taolo har bitta ishga ihsonni yozgan. Agar jonivor so'ysanglar, pichoqlarda o'tkir qilinglar, jonivorga rohat beringlar deydi. Ya'ni professional emas ishida. Ishini bizi tilda nimasi emas, ustasi emas, eplamachi. Eplamachi. Tom qilib beradi, chaka tomib turadi. Suv edi, suvog'i tushib ketadi. Devor o'radi, devorli qiyshiq bo'ladi. Motorizni qilib beradi, 2 oydan keyin motor qilishga to'g'ri keladi. Biz musulmonlar innalloha kataba ala kulli shayin ihson. Har bitta ishga Alloh taolo ihsonni yozgan. Ya'ni shu ishni ihson bilan qil, Alloh ko'rib turibdi deb qilganda, 10 ta motor qilma, 10 ta imoratni devorini urma. Shuni yarmini qil, Alloh taolo barakot beradi. Tushuninglar akalar, biz qachon musulmon sifatida qilayotgan ishimizga hozirgi zamonda o'tganda professional yondashsak, Alloh ko'rib turibdi deb qilsak, ko'p ishlashning hojati yo'q, tushuninglar birodarlar. Tushunarlimi? Biz yalqonligimiz tufayli faqirmiz. Biz mo'minmiz. Rizqini Alloh bergan deb duo qilyapmiz. Haromdan taqvo qilyapmiz. Faqat qilayotgan ishimizda usta emasmiz, mutaxassis emasmiz. Alloh ko'rib turibdi degandek vijdon bilan qilmayapmiz. Eplab qo'yapmiz, ha? Eplab qo'yapmizmi? Bilasizda eplayotganingizni. Bilasiz bundan zo'roq qilishingizni. Lekin shunday ham o'tyapti-yu. O'shuning uchun musulmonlar umumiy suratda biz faqir bo'lib qoldik. Juda ham bir muhim narsani hozir o'rtaga tashladik. Eplamachi bo'lib ketdik. Mashina mo'ka qildirasan, ko'zing ko'radigan joyinglar atib tozalab beradi. Ko'zing ko'rmaydigan joyiga nima qilmaydi? Qarab ham qo'ymaydi. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Motor yuldirasan, ko'zing ko'radigan joy ko'rinadi. Bunda engizsang, tayda yog'lamas turgan bo'ladi. Endi shuna qilib topgan puli bilan bu baraka topamidi? Ustalar, hozir devorga shoplanadigan zamon bo'lib qoldi. Rahim qilinglar klientlar.